Bu chaqaloq hayotligida DNKsi o'zgartirilgan birinchi odam sifatida tarixga kirdi. Bu KJ, u 9 oylik Filadelfiyadan va u jigardagi genetik nuqson tufayli o'lishi kerak edi. Aynan mana shu xato jigarda amonyak qayta ishlashiga to'sqinlik qilar edi. Har safar u oqsil iste'mol qilganda organizmi zaharlanardi. Bu juda xavfli edi va mana nima hamma narsani o'zgartirdi. Shifokorlar jigar ko'chirishni amalga oshirishmadi va uni umrbod dori-darmon qabul qilishga majburlamadi. Ular baza tahrirlash deb ataladigan usuldan foydalanishdi. Shifokorlar DNKdagi aynan shu xatoni topdilar va genetik kodni faqat bitta harfini DNK spiraliga zarar yetkazmasdan to'g'irladilar. Va endi eng hayratlantiradigan narsa, butun davolash jarayoni atigi 6 oy ichida ishlab chiqarildi va amalga oshirildi. Olimlar ilgari hech qachon odamlar ustida qo'llanilmagan shaxsiy gen terapiyasini yaratdilar. Yaratilgan dorini tomir orqali qonga yuborishdi. Dori to'g'ridan to'g'ri jigarga yetib bordi. Kerakli hujayralarni topdi va uning genetik kodini ichkaridan qayta yozdi va eng ajoyib narsa, bu ishladi. Endi KJ organizmiga zarar yetkazmasdan oqsil iste'mol qila oladi. Shifokorlar uni yashab qolishiga umid yo'q degan edilar. Bugun esa u eng oddiy, sog'lom chaqaloq kabi rivojlanmoqda.